Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. 11-iyul 26-yil sal oldinroq o'zimni farzandlarimga tiktirgan suzandimni video qilib chiqqandim. Bitta opamiz Zarafshondan zakaz qildilar. Birinchi ishlaringizni ko'ray, yana ma'qul kelsa 3-4 ta suzanda zakaz qilaman degandilar. Mana suzandilari tayyor bo'ldi. Qizimiz chiroyli qilib tikib bergan. Sovg'asiga zeychasini qurib tayyor qilib berdim, chunki patchimiz faqat pat uradi, girdiga zeylarini qurib bermaydi. Bitta ana shu katta 2,5 ga 2,5lik suzandimiz 700 ming so'mga chiqadi. Kimga shunaqa suzandilar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, zakaz qilsalaringiz tikib tayyor qilib dastavkaga chiqarib beramiz. Qizimiz chesti akkuratni ishlaydi. Ishini ko'rib baho beringlar. Mana chesti ipak bilan tikilgan, materialini ham sifatlisiga tikilgan, arzon variant narsa ishlatilmagan bu suzandimizga.